Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana hozir yana bitta bemorimiz keldilar. Yosh bemorimiz. Ya'ni yoshlarda ham muammolar bor, yo'q emas. Endi u muammolarning ko'pchilik yoshlar bir odatiy hol, og'ir ko'targanimdan mushugim og'rib qoldi, ozgina dam olsam o'tib ketadi, boshqa qiladi deb o'ylashadi. Lekin murtqilarni tekshirtiringlar. Muammo bo'lganligi uchun sizlarda shunaqa muammo bo'layotganmi shu? Mana hozir o'zlaridan eshitasizlar, nima gap, nima so'z bo'ladi. Assalomu alaykum. Menda shu tazimdan boshlab poзвоночникda bo'yingacha og'riq bor edi. Shunga Instagramda ko'rib keldim. Lechение 3 ta seansdan iborat ekan. Kecha keldim, qaytanga og'riq kuchaygandek bo'ldi. Mana bugun hozir yengil bo'ldim. Ertaga xudo xolasa yana kelaman. Zo'r, hammaga tavsiya qilaman. Og'riq bo'lsa, kutib chidab yurmanglar, kelinglar. Bu og'riqlar, muammolar sizda nima holatdan keyin paydo bo'ldi? Tak, aniq bilmayman o'zim ham to'g'risi. Chunki bu nakopительный bo'lgan. O'zi o'tirib ishlayman, shundan bo'lishi mumkin. Endi og'ir ko'tarish ham bo'lgan, hamma narsa aralashda. Shunga aniq bilmaysiz. Aniq yiqilgan bo'lishingiz ham mumkin, undan keyin bo'lishi ham mumkin. Yoki misol uchun ko'p mana aytishniklarimiz, misol uchun ko'p kompyuterda o'tirib ishlaydiganlarimiz, misol uchun dizaynerlar bo'lishi mumkin. Ana ularda ham muammo bo'ladi. Nimaga? Asankasi qiyshayishni boshlaydi. Ular qiyshayishni boshlagandan keyin muammo qaddini tik tura olmaslik holatlari bo'ladi. Uni hisobidan mushaklarimiz disfunksiyaga, ya'ni funksiyasini yaxshi bajara olmaydigan holatga keladi. Biomexanika shundan keyin buziladi. Harakatli cheklovlari yildan yilga og'irlashib boraveradi. Lecheniya qilasizlarmi, nima qilasizlar, vaqtinchalik vaqtinglarni o'g'irlaganingiz qoladi. Uni to'g'rilab qo'ysanglar, organizminglarni o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega. Shuning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Muolaja yoqdimi sizga? zo'r. Yaxshimi? Alhamdulillah. Yaxshi bo'ling, sog'ayib keting, ko'rmagandek bo'ling. Sizlar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Like, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Kommentariyaga plus belgisini qo'ysanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling.